Ruxsat bersangiz, Xavfsizlik kengashining o'tgan yildagi yig'ilishda berilgan vazifalar ijrosi bo'yicha axborot bersam. Davlat xavfsizligi bo'limi va organlar jangovar shayligi va tayyorgarligini takomillashtirish yo'nalishida Qurolli Kuchlar jangovar shayligi bo'yicha topshiriqlaringiz ijrosi doirasida Davlat xavfsizlik xizmatida tizimli ishlar tashkillashtirildi. Xususan, davlat chegarasini qo'riqlash va himoya qilish tizimiga zamonaviy raqamli vositalarni joriy etish jarayonida davlat chegarasining 42% video kuzatuv tizimi bilan jihozlandi. 1117 kilometr optik tolali aloqa liniyasi tortildi. Chegara qo'shinlari avtozirhli texnikalar bilan 98% ga, suzish vositalari bilan 86% ga, qurol aslaha va o'q-dorilar bilan 100% ga, elektron optik vositalari bilan 78% ga butlandi. Bo'linmalar zamonaviy uchish apparatlari bilan ta'minlandi. Bayraktar uchish apparati bilan butlangan yangi maxsus bo'linmaning jangovar navbatchiligi yo'lga qo'yildi. Jangovar tayyorgarlik tadbirlari intensivligi va sifat ko'rsatkichlari oshirildi. Muhtaram Prezidentim, sizning 2024-yildagi qaroringiz asosida xalqaro aeroportlarni qo'riqlash vazifasi xizmatga yuklanib, Lochin brigadasi qayta tashkil etilgan edi. Qisqa vaqt davomida ushbu brigada tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Uning jangovar shayligi va tayyorgarligi tubdan qayta ko'rib chiqildi. Jumladan, brigadaning qurol aslahalari to'liq yangiladik. 100 ga yaqin texnikalar almashtirildi. Jangovar xizmat faoliyati boshqarish va nazorat qilish to'liqona raqamlashtirildi. Bir vaqtning o'zida 700 nafar harbiy xizmatchi bilan mashg'ulotlar olib borish imkonini beruvchi jangovar tayyorgarlik o'quv xonalari va majmualari barpo etildi. Hududlarda brigadaning 5 ta ma'muriy obyekti yangitdan qurib bitkazildi. Toshkent va Toshkent-Humo aeroportlarini qo'riqlash bo'yicha nazorat patrul guruhlari asosida yangi tizim joriy etildi. 26-yilda ushbu samarali amaliyotni respublikaning barcha aeroportlarida bizlar qo'llaymiz.